Texnik topshiriq tuzish, xonalar tarkibi, funksional zonalar va maydonlarni aniqlash. Xo'p, umumiy texnik topshiriq tuzishda bizga nimalar kerak bo'ladi? Oldin bitta mavzuni ko'rishimiz kerak, ya'ni biz loyihani birinchi darsda ko'rib chiqdik, qanaqa qismlardan iborat bo'lishi mumkin, strukturasi qanaqa bo'ladi, qanaqa tuzilmalardan loyihalash imkoniyati bo'ladi degan mavzuni ko'rdik. Bizga hozirgi loyihamiz uchun munosib loyihalash turi dastlabki xulosaga ko'ra koridor tipi hisoblanyapti. Endi buni jarayonda ko'ramiz. Namuna sifatida biz orientir olish uchun buni aytib o'tyapman. Koridorda qanaqa bo'ladi? Biz xonalarni demak tasavvur qilsak, poliklinikaga borsak ham shifokorlar xonalari alohida hududda bo'ladi. Shu hududga har bitta xonaga kirish imkoniyati bo'ladi. Keyin umumiy jamoat binolarida sanuzel bo'ladi, zina bo'ladi. Bu standart planirovkalarni demak boshlanishi. Ko'p quriladigan. Biz standart o'rganganimizdan keyin shakllarga moslashishi bemalol keyin o'zimiz mustaqil ham tushunib olishimiz mumkin. Bizga kerakli xonalar tarkibini tuzish uchun bitta namunaviy bitta jadval GPT ga yasatdim. Ya'ni bu yerda qanaqa nimalar bo'lishi kerak. Buni ichida xonalarni ro'yxatini yozib olishimiz kerak. Bizga kerakli xonalarni ro'yxatini. Qabulxona, laboratoriya, shifokorlarni bir nechtasini xonasi bo'lishi mumkin. Shunaqa shaklda Wordda vstavka bo'limidan ham bitta tablitsaga kirib, chizib ham yasashimiz mumkin bunaqa jadval. Namunaviy holatda turibdi bu. Bu aniq ko'rsatma sifatida emas. Boyagi shenkada ko'rsatganlarimga asosida o'zimizni binodan kelib chiqib, shu poliklinika bo'lsa poliklinika yoki boshqa turdagi bino bo'lsa boshqa turdagi o'shani ro'yxatini shakllantiramiz. Sanitar norma va qoidalardagi ro'yxatdan buni metr kvadratlarini olamiz. Qo'shimcha qanaqadir talablar bo'lsa, bu yoqqa ham yozib qo'yishimiz mumkin. Endi men bu uchun Netlify degan joyda kichkina dastur tashkil etganman. Mana bu kichkina dastur nimaga yordam beradi? Bu Ploshd doma deyapti, lekin boshqa binolarga ham ishlatsa bo'ladi. Buni men bittagina birinchi hududning nomi. Buni uyda kichkina bo'lganligi uchun kichkina o'lchamlar turibdi. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Buni ham o'chirib qo'yamiz. 0 qilsak o'chadi. Bo'ldi. Bulardan foydalanmaymiz. Biz faqat nima bitta qo'shimcha hudud qo'shish joyidan kiritishimiz mumkin. Men bittadan o'zbek tiliga o'tsak ham bo'ladi. Xona nomini kiritamiz men bitta. Yozamiz, masalan, shifokorlar xonasi. Shifokorlar xonasi. Metr kvadratini kiritamiz. Boyagi standartlarga qaraganimizda 16 dan 20 gacha undan tepa har xil o'lchamlar bor edi. Ya'ni vrachcha qabul qilish turiga qarab. Tasavvur qilamiz 16 ta. 16 demak 16 metr kvadrat, ya'ni 4 metrga 4 metr desa ham bo'ladi. Maydon. Shu 16 metr kvadratdan iborat xona, shifokorlar xonasi. Bundan nechta qilish mumkin? Endi buni nechta qo'yishni biza asosiy shu qavatlarga taqsimlab olishimiz kerak. Ya'ni biz aniq hududni boyagi ko'rganimizdek sxemasini aniqlagandan keyin bu o'z chiziqlarni tashlab ko'rishimiz kerak. Masalan, bizani hududda kirib buni o'z chiziqlarini sinab ko'rishimiz kerak. Xo'p, bu yerda biz shunaqa vaziyat bo'lgan. Asosiy biz mana birinchi zdaniya buziladi degan xabar bo'lgan, ya'ni tushuncha bo'lgan. Keyin bu zdaniya saqlab qolingan bo'lgan. Tasavvur qilinglar, shunaqa vaziyat bo'lyapti. Bu yoq tarafga emas, aynan old tarafga ko'chaga qaragan qismda bo'lsin. Bu yo'llarni arxitekturaviy me'moriy ko'rinishiga asosiy bino sifatida xizmat qilsin. Mana shu yo'l yuziga joylanishi kerak degan topshiruv bo'ldi.
Endi biza xonalar tarkibini tuzib olganmiz. Boyagi bizdagi platformaga kirib, xonalar tarkibini yoki jadval ko'rinishida tuzganmiz. O'sha asosda ro'yxat qilib olamiz. Buni taxminiy hozir bizga hisob-kitob uchun kerak bo'ladigan darajada hozir men kiritaman shu raqamlarni. Shu asosda keyin loyiha qismida batafsil ko'ramiz. Buni podrobniy o'tirib tahlil qilib, nechta xona qilish, mana bunaqa jadval qilib olganimiz asosida ro'yxatda kiritib chiqsak, yanada aniqroq ma'lumot chiqadi. Lekin hozir men taxminiy tarzda kiritib ketaveraman, keyin jarayonda yana moslashtirib to'g'rilab ketaveramiz. Masalan, shifokorlar xonasi. Hozir birinchi qavatda o'zini hisoblaymiz, keyin ikkinchi qavatda qanaqadir qo'shimcha xonalar bo'lsa yokida ambulator davolanadigan koyeklar bo'lsa, ya'ni yotib davolanadigan xonalar, ularni alohida ko'ramiz. Biz hozir qurilish osti maydonini ko'ramiz. Ya'ni bino bo'lsa, boya ko'rdikku, qurilish osti maydoni. OpenGISga kirganimizda qurilish osti maydonini ko'rsatishyapti. Aynan o'shani, ya'ni bino qancha hududga qurilsa, ya'ni tasavvur qilamiz, mana bu tepadan, osmondan, sputnikdan ko'rinishi bizani territoriyamiz, mana bu yer maydonimiz bor, masalan, necha metrgadir, necha metr. Endi biza buni binoni asosiy shu qismini bino qurilganda yerni necha metr maydonni egallaydi yokida bino umumiy yer maydonining qancha qismini egallaydi yerni. Buni qavat emasda, aynan bitta yer egallagan hududi qurilish osti maydoni bo'ladi. Shu aniqlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi 16 metr kvadratdan birinchi etajda, xo'p, o'rtacha bunday tasavvur qilamiz o'zimizni poliklinikani yokida borgan joyimiz. Minimal hisobda yokida o'rtacha hisobda joylab ko'ramiz. Yana moslashtiramiz. Bundan oldin 14 ta deylik, 14 ta. 7 ta ikkita tarafda bo'lsa ham 14 ta. Mana bu yoqda 14 ta shifokorlar xonasi kiritildi. Endi 14 ta shifokor xonasi bo'lsa, shu tasavvur qilyapmiz. 14 ta shifokor xonasi. Mana bu bino bo'lsa, boya yuqorida ko'rdik poliklinikani joylashuvini. 14 ta shifokor xonasi. Binosi proporsiyasi ozgina noto'g'ri chiqdi hozir. Print screen. O'rtada koridor bo'lishi mumkin, sanuzel bor, yana boshqa narsalar. 7 ta bo'lsa 14 ta bo'lyapti. Shunda biza mana bu maksimal koridor uzunligini ham aniqlashimiz kerak. Buni taxminiy olishimiz mumkin. Hozirgi vaziyatda o'rtacha koridor kengligi 3.6 bo'lsa, yo 3.6 emas, 2.6 desak, 2.6. 7 tadan xona bo'lsa, 4 ga 4 deganimizda buni 7 kere 4 desa 28. 28 ko'paytirib 2.6. Ya'ni mana bular 4 metrdan vrach xonalari bo'lsa, ikkita tarafda desak, dastlabki tushunchada 7 ta, bu yoqda 7 ta, 2.6 ni ko'paytirganimizda nechi bo'ladi? Mana bitta aniq chiqishi uchun kalkulyatorga tashsak ham bo'ladi. Ya'ni 7 ga 7 ni 7 ko'paytiruv 4. 7 kere 4 28. 28 metr dedik. Endi shuni koridorni metr kvadratini chiqarish uchun enini, ya'ni ergonomikani ko'rdik birinchi darsda. 2.6 olsak 72. Xo'p, 72 metr kvadratni chiqaramiz. Mana bitta 72.8 deb kiritamiz. Koridor 72.8. Bitta 72.8. Xo'p, endi bizga kerak bo'ladi kutish hududi. Xo'p.
laboratoriya bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan zinalar qancha bo'lishi mumkin. Bizadagi funksional hududni umuman hozir xayolan tasavvur qilolman, lekin sizlar qog'ozda chizib olgan yaxshi bo'ladi. Funksionalga qilishdan oldin. Masalan, sanuzel zinalar, kutish zonalari, ko'pchilik kutish uchun kattaroq zona bo'lishi mumkin. Umumiy birinchi qavatda ayniqsa rengen xonasini ham esdan chiqarmaslik kerak. Rengen xonani alohida yoki blok qilib olib chiqishga to'g'ri kelishi mumkin, chunki xavfsizlik me'yorlari bo'yicha bu yerdagi amaliy muolaja xonalari bilan yaqin bo'lmaslik me'yorlari bor. Buni ham ko'rish kerak. Xo'p, endi kiritib ketamiz. 72 ga 16 bo'lsa, laboratoriya. Endi men primerni kiritib ketdim. 25 laboratoriya. 25 metr kvadrat deylik. Kiritdik. Kutish zonasi. Hop, kutish zonasi. Koridor uzun bo'lsa, bu yoqda primerni koridor razmerida qoldirsak ham kutish hududi. Tak, buni 60 deylik. Keyin xizmat manba direktor yukida sanuzelda sanuzel 5 ga 5 desak, 25 buni ham 25. Texnik xona masalan yana bitta to'rga to'r bo'lsa, texnik xona to'rga to'r 16 deylik. Keyin qabulxona reception. Shu qabulxona arxiv bo'lishi mumkin. Uni razmerini uni ham to'rga to'r olib turaveramiz. Ro'yxatxona deylik, to'g'rirog'i. 16. Xo'p, bu yerda o'zi koeffitsient bor, ya'ni biz qanaqa hisoblaymiz? Xonani plani bo'lsa, unda plan tizmasi bo'lsa, planni ichki qismini hisoblaymiz. Bu toza ichki, mana bu tashqaridagi devorlar, mana bu tashqi devor bo'ladi, ichki devor bo'ladi, ular hisoblanmayapti. Shuni koeffitsiyenti mana bu yerda berilgan. Hozir maydonni hisoblashni bossak, umumiy hudud kelib chiqyapti. Mana bu yoqda 570 qurilishi osti maydon dastlabki xulosaladi. Endi bu to'g'ri keladimi yo'qmi, buni moslashtirib, primerni bizada razmisheniya uchun asos bor, ya'ni shuncha xonalar bor, balki bilan kam etirarmiz hududga qarab, lekin asos bor. Xonalar tarkibi bor, asos bor, umumiy demak tushuncha bor. Bizada nima joylashimiz kerak, qurilish osti maydoni kamida qancha talab etiladi. Bitta qavat kesimida, masalan, bir xil xonalarni ikkinchi qavatga chiqarib yuborish mumkin. Endi bu primer bizada orientir olish uchun yetarli hisoblanadi. Endi bu xonalar tarkibini ko'rgandan keyin shu men bilan skrinshot qilib olishimiz mumkin. Mana bitta bizani o'zimiz yozgan xonalarni jadval ko'rinishida alohida yasab yozib chiqishimiz mumkin. Mana shunaqa fizioterapiya xonasi alohida. Lekin biz hozir umumiy konsepsiyani ishlash uchun yetarli ma'lumotga egamiz. Endi o'z chiziqlar asosida hududga joylab ko'rishimiz mumkin. Aynan shu xonalarning tarkibi asosida o'z chiziqlarni ishlab chiqib, konstruksiya asosida birinchi darsda ko'rganimizdek namunaviy poliklinikalarning tepadan yuqoridan ko'rinishini Google Maps'dan ko'rdik. Primer o'lchamlarini bilamiz, qavatlar soniga ko'paytirib, bu birinchi qavatda o'zini qildik hisob, davom ettiramiz loyihani.